Qarindoshlarim, mana qor yog'yapti. Qor mana. Bu qor deyiladi, qor. Biz hozir 3 ta qo'y olib kelganman, shu qo'ylarni ko'rsatga deyapman. Mana qor, hozir 3 ta qo'yni ko'rsatga deyapman. Mana keldik. Ha, jonivorlar. Mana 3 ta qo'ycha. 3 ta qo'ycha. Mana sariqchasi chiroyli ekanda. Yangi qo'ychalar olib keldik. Svesh. Deb qo'yinglarchi. Deb qo'yinglar. Oh, mana zo'r qo'y. Bitta like bilan bitta boshlagan ayamasdan o'z kommentarga yozib qo'yinglar. Kimga qaysi bir yoqdi, qaysi rangi? Ikkita qora, yomon sariq qo'y yoqdi. Kommentarda o'z fikringizni qoldirib qo'yishingiz mumkin. Mana sariq, mana qora. Qaysi bir yoqdi sizga? Bir sariq, ikki o'rtadagi, 3 bunisi. Qaysi bir yoqqan bo'lsa, o'shanga like, pastda komment yozib, like komment bosib, cho'tka qilib yozib qo'yinglar. Like komment. Kommentlarda ayamaysizlar. Like komment yozib qo'yib, tirs pastga bosib, reaksiya qoldirib qo'yinglar. Qor yog'yapti, qor. Yana bir marta sizlarga qorni ko'rsataman. Qorni xonadan chiqdik, ketyapmiz, qorni ko'rsataman. Mana qor, laylak qor yog'yapti, laylak. Shu qor uchun ham bitta like bosib qo'yinglar, ayamasdan. Mana qor endi boshlandi. Mana qorlar yog'yapti, Payariqda qorlar. Qaysi viloyatda yana qor yog'yapti? Kommentarlarni yozib yuboringlar. Kommentarga Payariqda qor yog'ishni boshladi.